Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston nufuzli xalqaro anjuman Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammitiga mezbonlik qilmoqda. Sammit chin ma'noda tarixiy ahamiyatga ega bo'lyapti, chunki u Markaziy Osiyoning 5 ta davlati va Yevroittifoq yetakchilarini bir manzilda jamladi. Dunyo ommaviy axborot vositalari nigohi ham bugun O'zbekiston, xususan Samarqandga qaratilgani bejiz emas. Chunki Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammitidan kutilayotgan natijalar uning mintaqalararo hamkorlik dinamikasini yanada oshirishdagi ahamiyati muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bugun shular haqida suhbatlashamiz. Ekspertlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Oliy Majlis Senati a'zosi Malika Qodirxonova hamda Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Albatta, so'nggi vaqtlarda O'zbekiston, ayniqsa Samarqand muhim nufuzli anjumanlarning mezboni bo'lyapti. Albatta, dunyo hamjamiyati e'tibori bugun mamlakatimizda. E'tibor berib qarasangiz, mana hafta davomida Eldor aka, Malika opa mana shu ommaviy axborot vositalarining nigohida birgina davlat asosiy markazi bu. Mintaqa sifatida Markaziy Osiyo e'tirof etilayotgan bo'lsa, eng uning markazida O'zbekiston e'tirof etilyapti. Keling, dastlabki savolim. Nega Samarqandda o'tayotgan mazkur sammit nega degan savol qo'yiladi, chunki biz juda ko'p e'tibor beryapmiz. Ommaviy axborot vositalari bu sammitda Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikda yangi bosqichni boshlovchi tarixiy voqea sifatida baholayapti. Keling, shunga bir o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Haqiqatan ham Akbar Ali, siz hozir juda to'g'ri ta'kidladingiz. Bugun butun dunyoning nigohi O'zbekistonga qaratilgan va ko'hna Samarqand, ko'hna va navqiron Samarqand sivilizatsiyalarning chorrahasi bo'lgan Buyuk Ipak yo'lini davomchisi sifatida Samarqand bugun Markaziy Osiyo yetakchilari va shu bilan birgalikda Yevropa Ittifoqi institutlarining rahbarlarini qabul qilyapti. Va aytganingizdek, bir haftadan beri butun dunyo axborot ommaviy vositalari bong urishyapti. Bejizga biz O'zbekistonga, aynan Samarqandga nigoh qaratilgan demayapmiz va bugun bizni yurtimizda davlat rahbari boshchiligida olib borilayotgan ham mintaqaviy ham xalqaro jarayonlardagi ishtirokimiz juda ham sezilarli darajaga yuksalyapti va yurtimizda olib borayotgan keng ko'lamli islohotlarni, bu o'zgarishlarni tashqi siyosatda ham o'zining ifodasini topyapti va biz kuni kechagina Samarqandga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi, Yevropa komissiyasi prezidenti, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti, demak juda ham nufuzli mehmonlar tashrif buyurgandan bilishimiz mumkin va men yana alohida aytish xohlardim, bugun prezidentimiz olib borayotgan progressiv va tinchlikparvar siyosatni xalqaro hamjamiyat juda ham alohida e'tirof etyapti, chunki biz ko'ryapmiz, murakkab, ziddiyatli bir vaziyatda yashayapmiz va bugun mamlakatlar o'zini oldidagi muammosini bitta o'zi hal qila olmayapti va davlat rahbari buni nafaqat mintaqa darajasida, balki o'sha dunyo hamjamiyatiga olib chiqyaptilar. Bugun biz ko'ryapmiz, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, gumanitar, transport, logistika yo'nalishida, savdo-sotiq yo'nalishida investitsiya jalb qilish bo'yicha va ayniqsa o'sha ekologik tahdidlarni oldini olish bo'yicha ham davlat rahbari juda ko'p takliflarni ilgari suryaptilar va men o'ylayman, aprel shunaqa shiddatli boshlandi. Bu hozir mana biz yuqorida aytgan birinchi marotaba Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi sammiti va buni doirasida o'tadigan mintaqamizdagi ekologik masalalarga bag'ishlangan iqlim forumi va mana ertaga yana bir start oladi juda katta tadbir, bu Parlamentlar Ittifoqining yubiley 150-assambleyasi va men buni bekorga mana tarixiy deb aytmayapmiz, chunki shu paytgacha bizda mana davlat rahbari boshchiligida Markaziy Osiyo bugungi kunda birlashdi. Ular ahil, yaxshi qo'shnichilik, ittifoqchilik asosida faoliyat olib borishyapti. Shu paytgacha biz Markaziy Osiyo, Amerika, Markaziy Osiyo, Xitoy yoki qaysidir davlat bilan bu miqyosdagi tadbirlarni o'tkazgan bo'lsak, birinchi marotaba mintaqalar o'rtasida, demak Markaziy Osiyo va juda katta o'sha iqtisodiy institut Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi sammit aynan O'zbekistonda, bizni tarixiy Samarqandda bo'lib o'tayotganini mana biz hozir ko'ryapmiz. Yuqorida aytganimizdek, bir haftadan beri dunyo ommaviy axborot vositasi e'tibori
Samarqandda bo'ladigan bo'lsa, jonli efirlar uzatilyapti. Mana kecha men o'zim ko'rdim, Euronews bizni bu yerdagi muxbirlari jonli chiqishyapti va bizni O'zbekistonni rahbarini juda katta tashabbusga bosh qo'shgandi. Bu aynan Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi burilish nuqta bo'lishini, biz yana yangi pog'onaga chiqqanimizni alohida e'tirof etishyapti va bizni prezidentni o'sha reformator deb menimcha bezizga aytishmayapti va yana bir e'tibor beradigan jihatimiz Euronewsga davlat rahbarini bergan eksklyuziv intervyulari. Va bu intervyu to'g'risida ham nafaqat biz parlament, hukumat vakillari, oddiy fuqarolarimizni fikrini eshitib, demak oddiy fuqarolarimiz ham bu sammitdan o'zlari uchun qandaydir manfaat olishayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Rahmat Malika opa, albatta ushbu jarayonlar haqida har bir mutaxassisning o'zining pozitsiyasi bo'ladi. Eldor aka, mana aynan Euronewsni eslab o'tdik. Euronews 300 millionlik auditoriyaga egada. Har bir chiqishida aynan ushbu Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi haqida mavzu bo'ladigan bo'lsa, hamkorlikning yangi bosqichi deya e'tirof etilyapti-da. Keling, o'zingizning fikrlaringizdan. To'ppa-to'g'ri, bu yangi bosqich, bu mutlaqo yangi desak bo'ladi, tarixiy siyosiy jarayon ketayotganligini va biz buni guvohi va eng faol ishtirokchisi aynan O'zbekiston bo'layotganligini alohida ta'kidlashimiz lozim, chunki aynan bu nimaga shunday tarixiy siyosiy jarayon ekanligi, birinchidan mana tarixda birinchi marta Yevroittifoqqa rahbariyati hamda Markaziy Osiyo davlatlarining rahbarlari bir joyda, bir formatda aynan ikkita hududni strategik o'sha rivojlanishini birgalikda hal qilishyapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan, albatta bunga muhit, shunaqangi muhit yaratildiki, Markaziy Osiyoda aynan mana shu yaqin qo'shnichilik, xalqlararo munosabatlar o'zgardi va mintaqada mana ijtimoiy o'zgarishlar bo'lganligi doimiy ravishda dunyo e'tiborini tortdi va bu jarayonda Markaziy Osiyo doimiy ravishda dunyo hamjamiyatini bir markazida bo'lib, aynan Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni rivojlantirish borasidagi masalalar mana dunyo hamjamiyati tomonidan doimiy ravishda mana so'nggi yillarda muhokama qilindi, chunki aynan Markaziy Osiyo birlashdi, jipslashdi va birgalikda harakat qilishni maqsad qildi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab, albatta Markaziy Osiyo bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar mana shu Markaziy Osiyodagi muhit o'zgarganligi bois ham o'rtasidagi munosabatlar tubdan yaxshilandi va natijada o'zaro savdo 4 karra ortganligini ko'rishimiz mumkin va hozirgi jarayonda mana 54 milliard dollarni tashkil qilyapti Markaziy Osiyo bilan Yevropa ittifoqini o'rtasidagi hamkorlik va bu O'zbekistonni ham misolda ko'rishimiz mumkin. O'tgan yilgi natijalar 6.4 milliard dollarni tashkil etayotganligi bu yana bir sabab ekanligi qanchalik muhim. Chunki O'zbekiston 2030 strategiyasida biz yalpi ichki mahsulotni 200 milliard dollarga olib chiqishi, hamkorlarimizni sonlarini kengaytirish, ko'lamini kengaytirishni maqsad qilganmiz. Xuddi shunday maqsadlarni masalan Yevroittifoq ham ayniqsa hozir mana shu savdo-iqtisodiy hamkorlikni diversifikatsiya qilishi ayniqsa hozirgi tahlikali jarayonda o'ziga ustuvor deb belgilayapti. Ya'ni Markaziy Osiyoda ham, O'zbekistonda ham, mana Yevropa ittifoqida ham birgalikda mana hamkorlik qilish istiqbollari mavjud ekanligidan kelib chiqib, bu qanchalik uyg'un maqsadlar sari birgalikda mana eng yuqori darajada O'zbekistonni muhokama qilish imkoniyati berilganligi bu mazkur sammit tarixiy ekanligini ko'rsatadi. Rahmat Eldor aka, juda bir kerakli bir raqamlarni ta'kidlab o'tdingiz. Mana 2017-yilda davlatimiz rahbari juda muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Umuman O'zbekistonning tashqi siyosatidagi ustuvor bir ahamiyat kasb etiladigan yaqin qo'shnichilik aloqalarini mustahkamlashni ilgari surdilar va aynan 2030-yilgacha biz yalpi ichki mahsulotni 200 milliardga yetkazamiz dedik. Bu juda katta raqamlar edi. Lekin mana shu yilning o'zida e'tibor bering, 100 milliard dollardan 110 milliard atrofida mana bo'lar ekan, to'g'rimi? Lekin bu marralarga erishishga albatta Yevroittifoqining ahamiyati biz uchun o'ta muhim. Muhtaram ishtirokchilar, biz albatta ko'plab telekanallar, ommaviy axborot vositalari singari Samarqandda o'z xodimlarimizni Milliy teleradio kompaniyasi xodimlarini jo'natganmiz va albatta voqealar joyidan to'g'ridan-to'g'ri xabardor qilib borishni maqsad qilganmiz. Hozir ayni daqiqalarda hamkasblarimiz biz bilan aloqa o'rnatishmoqda. Rejissyorlarimizning aytishi bo'yicha, keling ularga navbatni bersakda, aynan o'sha Samarqand ruhini biz aynan studiyamizga qolaversa teletomoshabinlarga taqdim etsak. Marhamat Jahongir. Assalomu alaykum, rahmat studiya.
muhim sammitga mezbonlik qilayotgan Samarqanddan ma'lumotlarni beramiz. Haqiqatan Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi ushbu sammit o'zining tarixiyligi bilan keng jamoatchilikka nom taratmoqda. Ya'niki bu yerda katta kontingent yig'ilgan, ya'ni nafaqat Markaziy Osiyo, balki Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan katta delegatsiya kelgan. Ushbu zalda ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ommaviy axborot vositalari, barcha media vakillari yig'ilgan. Umuman olganda bugun Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik oxirgi yillarda yangi bosqichga chiqmoqda va eng muhimi prezidentimizni mintaqada olib borayotgan tashqi siyosati, umuman mintaqa, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarini rahbarlarini o'zaro do'stona siyosati mana shunda Yevropa ittifoqi bilan strategik sheriklik darajasiga ko'tarilish maqomiga ham yetmoqda. Ya'ni mana shunday sammit shunisi bilan bir tarixiyligi deya baholanmoqda ekspertlar tomonidan. Xuddi shunday, to'g'ri aytdingiz. Mana biz kechadan beri kelgan mehmonlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot olib boryapmiz va meni hayron qoldirgan jihati hammasi bitta so'z bilan bu sammitni e'tirof etyapti, ya'ni tarixiy deb atashyapti bu sammitni. Ha, to'g'ri, bu tarixiyligi haqiqatan ham to'g'ri. Sababi gap shundaki, bunday format, ya'ni Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqining yetakchilarini bir joyda to'planishi bu biz uchun ham va Yevropa ittifoqi davlatlari uchun ham ilk marotaba bo'lib o'tyapti. Bu institutsional qamrov jihatdan ham noyob hisoblanadi. Raqamlarda qanday ko'rasiz? Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024-yilda 6,4 milliard dollar, ya'ni 6,5 milliard dollarni tashkil etdi va Yevropa ittifoqi mamlakatlari ishtirokidagi korxonalar soni esa 1000 dan oshdi oxirgi yillarda va uning investitsiyasi ishtirokidagi portfellarimiz ham 30 milliard yevrodan oshgan va mazkur sammit bu raqamlarni yanada oshirishga, chegaralardan oshib o'tishga bir muhim qadamlardan biri bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Bugungi Sarvinoz o'tkazilayotgan, boshlangan Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi birinchi sammiti aynan Samarqandda o'tkazilayotganligini ham ekspertlar yuqori baholamoqda. Aynan siz ta'kidlagan raqamlarni yuqori bosqichga chiqarish uchun aynan muhim yo'nalishlar, aniq dasturlar belgilangan. Ya'ni sammitda Markaziy Osiyo rahbarlari va Yevropa ittifoqi yetakchilari o'rtasida ayni paytda asosiy tadbir bo'lib o'tmoqda. Undagi eng muhim yo'nalishlar iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, ya'ni mamlakatlar o'rtasida, umuman mintaqalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish. Bundan tashqari barqaror taraqqiyot va ekologiya masalalari ham tadbirning asosiy kun tartibidagi yo'nalishlar hisoblanadi. Va eng muhimi, hozir aytyapmiz, iqtisodiyotni rivojlantirishni qon tomiri hisoblangan bu transport, logistika. Ya'ni bunday olib qaraganda Markaziy Osiyo mintaqamiz, nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo mintaqasi ham Yevropaga dengizga chiqish imkoniyati zo'r deya olmaymiz va Yevropa ham Markaziy Osiyodek katta bozorga kirib kelish uchun aynan bir koridorlar, transport yo'laklari muhim. Aynan mana shu bugun o'tkazilayotgan davlat rahbarlari, Yevropa ittifoqi yetakchilari o'rtasida o'tkazilayotgan mana shu sammitda ham aynan transport, logistika masalalari muhim yo'nalish hisoblanadi. Bundan tashqari gumanitar hamkorliklar ham bu uchrashuvning asosiy hamkorlik hisoblanadi. Eng muhim jihat investitsiyalarni jalb qilish. Ya'ni bugun misol uchun 30 milliard yevrodan ziyod investitsiyalar, loyihalar portfeli bo'ladigan bo'lsa, bu biz uchun chegara emas. Chunki bugun Markaziy Osiyo dunyoga ochildi. Eksport imkoniyatlari nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni mamlakatlarda ham oshyapti. Yevropaga chiqish bu biz uchun katta bozorlarga kirib borish, top iqtisodiyotda top 5talikka, top 10talikka kiradigan mamlakatlar iqtisodiyoti bilan hamkorlik qilish degani va eng muhim jihat mana shu bugun nafaqat bu sammitni ko'pchiligimiz faqat investitsiyalarni jalb qilish yoki bir hamkorlik qilish emas, bu sammitning ahamiyati
donor sifatida emas, balki strategik sherik sifatida qaralmoqda va xulosa o'rnida siz yakunlab bersangiz, mana ekspertlar bilan ham suhbatlashdingizda, ularni bu sammitning ahamiyatini qanday tushunyapti? Qisqacha fikringizni tomoshabinlarga bo'lishsangiz. Aytib o'tganimdek, biz ko'plab chet ellik ekspertlar bilan muzokaralar olib bordik, intervyular oldik ulardan. Ularni hammasi bu sammit aynan O'zbekistonni tanlanganidan juda ham mamnun va shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, kuni kecha Yevropa investitsiyalar bankini O'zbekistondagi yangi vakolatxonasi ochildi. Davlat rahbari huzurida imzolash marosimi bo'lib o'tdi va bu ham biz uchun bir ulkan yutuqlardan biri, katta voqelik. Sababi bu bankni ko'p joylarda vakolatxonalari, mintaqaviy ofislari yo'q va O'zbekiston shu aynan muvaffaqiyatga erishgandan biz juda mamnunmiz. Rahmat. Umuman jarayonlar qizg'in, asosiy voqeliklar davom etyapti. Vaqtimiz chegaralanganligi uchun biz hozir sizlarga mana shu ma'lumotlarni yetkazdik. Bizda tadbirlar davom etadi. Keyingi dasturlarimizda ham ma'lumotlarni berib boramiz. Rahmat studiya. Hamkasblarimiz Jahongir Mardonov hamda Sarvinoz Ibrohimovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Darvoqe vaqt masalasi. Biz ham u yerdagi jarayonlarni kuzatish yoki ortidan yurishga o'tmaymiz. O'z fikrlarimiz bilan davom etsak-da, mana hamkasblarimiz eng muhim nuqtalarni ta'kidlab o'tdilar. Albatta, u yerda muhit shunday shakllangan, xalqaro ekspertlarning fikrlari o'sha yerda mana shu narsaga ustuvorlik ahamiyat kasb etyapti. Demak, eng dastlabki e'tiborimni tortgan jihati ushbu sammitda albatta Markaziy Osiyo davlatlarining yakdil fikri va birdamliklar bir xil tarzda mana shu sammitga bo'lgan sa'y-harakatlari va do'stona muhit Markaziy Osiyodagi asosiy o'ringa ko'tarilganligi va yana bir jihat bor. Bu yerda aynan sammitdagi yo'nalishlar. Bir qancha yo'nalishlarni sanab o'tdi hamkasblarimiz. Keling, Malika opa, aynan ushbu yo'nalishlarni ahamiyatiga e'tibor qaratsak, yana aynan sammitning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangani nega bunchalik e'tibor qaratilyapti? Marhamat. Hozir biz aytdik, Yevropa ittifoqi jahon iqtisodiyotidagi eng yirik integratsion birlashmalardan biri hisoblanadi va 70 yildan beri u mamlakatdagi dunyo mamlakatlari bilan aloqa qilib kelyapti va men o'ylayman, o'sha Markaziy Osiyoga nima sababdan e'tibor qaratilyapti. Bugun ko'ryapmiz, butun dunyoda o'zaro ishonch, mamlakatlar o'rtasida o'zaro ishonch yildan yilga kamayib boryapti, lekin ular e'tibor qilyapti. Markaziy Osiyo aynan bizni davlat rahbarini tashabbuslari bilan bugungi kunda birlashdi. Bu yaxlit bitta muhit, yaxlit bitta makon bo'ldi va ular Markaziy Osiyo mintaqasini o'zi uchun yangi bozor, yangi maydon, muloqot maydoni, shu bilan birgalikda o'sha inson kapitali, bizda yosh ishchi kuchlarimiz juda ko'p va ularda bunga muhtojlik bor, juda ko'p yo'nalishlarda. Va shu bilan birgalikda mana qishloq xo'jaligi deymizmi, boy madaniy tarixiy meroslarimiz, qazilmalarimiz va ular uchun juda qiziqish uyg'otyapti va shu sababli o'ylayman, bu sammitda natijasida juda katta muhim qarorlar qabul qilinadi va bu yuqorida aytganimizdek, bu yuqori bosqichga chiqadi. Va endi yo'nalishlarga yetadigan bo'lsak, eng birinchisi bugungi kunda dolzarb masala bu xavfsizlik masalasi. Mintaqalar o'rtasidagi xavfsizlik. Undan keyingi masala albatta savdo, iqtisodiy aloqalarni yuqori bosqichga olib chiqish, migratsiya masalalari va yana bir muhim masala bu ekologik tahdidlar va bejizga bu bo'yicha alohida bir forum o'tkazilmayapti va men o'ylayman, mana bugun bizda nafaqat O'zbekistonda orol muammosi, bu mintaqamizdagi muammo bugun o'sha Yevropani chekka hududlarda ham o'zini aksini beryapti. Demak, bu biz ekologiya masalalariga, o'sha suv tanqisligi, anomal issiq, anomal sovuq deyapmiz, oziq-ovqat, xavfsiz oziq-ovqat masalalari, qishloq xo'jaligi ekinlarini toza holda yetishtirish, demak bu masalalarga nafaqat mintaqa, balki o'sha Yevropa ittifoqi doirasida e'tibor qaratishimiz kerak. Men aynan savdo iqtisodiy yo'nalish bo'yicha bitta ikkita statistikaga to'xtab o'tmoqchi edim. Qarang, Yevropa kompaniyalari bizni mamlakatimizga oxirgi paytda juda katta qiziqish bildirilyapti. Bittagina statistikani keltirsam, qo'shma korxonalar soni 2017-yilda 440 tani tashkil etar edi. 2024-yil boshiga kelib 1043 ta. Bugungi kunga kelib mana ko'ryapmiz, tahlillarimiz, ularning soni yana yildan yilga ko'payayotganini va o'ylayman, bu sammit doirasida ular bizni o'sha davlatimizda tadbirkorlar uchun, investitsiya muhiti uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, imtiyoz preferensiyalar, o'sha jozibadorlikni ko'rib yana ham ko'proq son oshadi deb o'ylayman va shu bilan birgalikda mana yuqorida aytib o'tildi, demak, investitsiya portfeli
portfeli, o'sha yevropalik tadbirkorlar tomonidan kiritilayotgan investitsiya portfeli bugungi kun kelib 30 milliarddan yetganini va bu biz uchun chegara emasligini alohida aytib o'tish xohlardim. Va savdo sotiq aylanmasi o'sha so'nggi 5-6 yilda 4 baravarga, demak 4 karrasiga ko'paygan. Va bittagina shu mana Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mana kecha uchrashuv paytida ham bu alohida aytib o'tildi. 164 ta loyiha uchun 5 milliard yevro kredit va investitsiyalar bo'yicha mustahkam portfel yaratilgan va buni eng asosiysi ko'p qismi xususiy sektorga qaratilyapti va biz bu bank bilan birgalikda aynan ayollar tadbirkorligi bo'yicha ham alohida yo'nalish bo'yicha ishlarni olib borganmiz davlat rahbari boshchiliklarida ularning tavsiyalari bilan va bugungi kunda Markaziy bank, demak o'sha banklarning regulyatori bilan birgalikda moliyaviy ayollar uchun moliyaviy tadbirkorlik kodeksi ustida ish olib borilyapti va Xalq banki, biznesni rivojlantirish banki Markaziy bank bilan birgalikda hamkor banklar sifatida e'tirof etilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta biz guvohi bo'lyapmizki, kuzatuvlarimiz mana kuni kecha juda katta uchrashuvlar amalga oshirildi va aynan ushbu uchrashuvlar hosilasini ham ko'rdik. Ya'ni mintaqalar aro ofisi bu Yevropa investitsiyalar bankining aynan O'zbekistonda ochilishi ham juda katta biz uchun chaqiruv, kelajagimiz uchun juda katta investitsiya bo'lishi mumkin. Endi Eldor aka mana Malika opa bir necha nuqtalarga to'xtalib o'tdilar. Endi Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo dardi bir, to'g'rimi yo'qmi? To'qnashuv keladigan muammolari bir-biriga juda yaqinda. Mana Samarqand sammiti ushbu sohadagi o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qanday turtki berishi mumkin? Bu muammolarga qarshi tura oladigan yakdil fikrlarni ilgari suriladi albatta va bu kelajakda qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Nihoyat o'rinli savol, sababi mana davlatimiz rahbari Euronewsga bergan intervyularda ham aynan Yevropa ittifoqi, Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlik bu har ikki tomon uchun muhim ekanligi, har ikki tomon bunda albatta yutuqda bo'lishidan mana bu masalada intervyu berdilar. Undan tashqari Ursula von der Leyen xonim ham aynan o'sha Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqini shu Buyuk Ipak yo'li orqali bog'lab turganligi va bu jarayonda hozirgi mana shu O'zbekistonni tashabbusi, O'zbekistonni katta bir shijoati bilan hozirgi jarayonda mana shu hamkorlik zamonaviylashayotganligi va bu uzoq muddatli hamkorlikka aylanayotganligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Undan tashqari mana prezident Koshta ham alohida prezidentimizga minnatdorchilik bildirganligi bu aynan mana shundan kelib chiqadiki, ham birinchidan ham mintaqani birlashtirish uchun rahmat etganligini biz guvohi bo'ldik, hamda mintaqani Yevropa bilan birlashtirish uchun O'zbekiston prezidenti katta sa'y-harakat olib borayotganligini alohida ta'kidlab o'tganligi bu ham yuqori baho bizani tashqi siyosatimizga, mana diplomatiyamizni qanchalik rivojlanib borayotganligi katta baho. Lekin shu bilan birga albatta biz hozir real hayotda yashayapmiz va bu jarayonda bu masalaga albatta tahdidlar bor. Chunki hozirgi mukammal bir siyosiy jarayonlarda hamma narsa ham doim ham silliq ketavermaydi. Shu bois ham mana rahbarlar mana kun tartibida sammitda tahdidlar haqida ham mana shu hamkorlikni mustahkamlashda strategik ahamiyat kasb etishida to'g'anoq bo'lishi mumkin masalalarga ham alohida to'xtalayotganligi bu masalaga real qaralayotganligidan dalolat beradi. Chunki buni biz mana ko'rdikki, davlatimiz rahbari Euronewsga ham intervyusida, shu jumladan mana Ursula von der Leyen O'zA axborot agentligiga bergan intervyularda ham uyg'unlik bor, ya'ni ekstremizm, terrorizm, odam savdosi masalalari bu bir tahdid bo'ladigan bo'lsa, mana ikkita rahbar aytdi. Undan tashqari hozirda zamonaviy dunyoda kiber xavfsizlik masalalariga alohida urg'u berilishi bu ham kun tartibidagi masala ekanligi va bu tahdidlarga turib bila oladigan kelishuvlarga erishish mana shu sammit kun tartibida alohida ahamiyat kasb etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi mana kuni kecha bir yaqinda paydo bo'lgan tahdidlardan biri bu albatta iqtisodiy farovonlikka tahdid, ya'ni ko'rib turibmizki, hozir dunyo kun sayin o'zgarib boryapti va kutilmagan bir iqtisodiy tahdidlar ham paydo bo'lyapti. Bu nafaqat Markaziy Osiyo uchun, ayniqsa Yevropa mamlakatlari va bu butun dunyoga ta'sir qilyapti. Biz buni kuzatib boryapmiz va
shu jarayonda ham Yevropa ittifoqini o'zi, mana Ursula von der Leyen yaqindagina Strasburgda bo'lib o'tgan parlament oldidagi o'sha ma'ruzasida Markaziy Osiyo bilan hamkorlik mana shu tahdidlarni oqibatlarini minimallashtirishga xizmat qiladi. Markaziy Osiyo bilan hamkorlik Yevropa ittifoqini iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga imkoniyat beradi deb bejizga ta'kidlamadilar va shuning uchun ham davlatimiz rahbari boya aytganimizdek Euronewsga bergan intervyularda ikki tomon uchun ham hamkorlik bu albatta ikki tomon uchun ham yutuq ekanligi va bu aynan O'zbekistonda muhokama qilinib kelgusiga strategik rejalar aynan O'zbekistonda bo'layotganligi juda katta ahamiyat kasb etadi. Qarang Eldor aka, demak aynan ikki o'sha Yevropa ittifoqi rahbariyati va mana bizning rahbariyatning ham tahdidlar haqidagi qarashlari mushtarak va unga qarshi kurashish va oqibatlarni minimallashtirish borasidagi takliflari va maqsadlari ham mushtarakda. Endi bir jihatga e'tibor qaratsak, mana kuni kecha davlatimiz rahbari o'ziga xos O'zbekistonga xos bir mehmon navozlikni ham namoyon etdilar. Kuni kecha davlatimiz rahbari Yevropa komissiyasi prezidenti, Yevropa kengashi prezidenti bilan birgalikda Samarqand shahrini aylanishdi va o'sha yerda ham biz ko'rdikki, Yevropa ittifoqi rahbariyati bugungi tashrifdan, bugungi sammitdan juda bir mamnun ekanligini guvohi bo'ldik, to'g'rimi? O'sha yerda mana sayyohlarning kayfiyatini ham ko'rib guvohi bo'ldik-da u yerda jarayonlarni. Shunda albatta bu jarayonda alohida ahamiyat kasb etadigani o'zi avvalo O'zbekistonda bo'layotganligi, mana shunday nufuzli sammitda bu albatta O'zbekiston bunga tayyor ekanligi, har tomonlama O'zbekistonning infrastrukturasi mana jahon standartlariga javob beradigan talabda ekanligi, O'zbekistondagi mana shu birdamlik, O'zbekistondagi islohotlarni tan olinishi Yevropa ittifoqi tomonidan va bunga yuqori baho berilishini o'zi ham mana bu uzoq rejalashtirilgan yuqori o'sha sammitda O'zbekistonda o'tayotganligidan dalolat beradi. Va Eldor aka, mana shu o'rinda bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Uzoq rejalashtirilgan degan bir so'zni ilgari surdingiz. Malika opa, shu o'rinda O'zbekiston Yevropa ittifoqi parlamenti hamkorligiga doir ma'lumotlarni ham bir berib o'tsangiz, albatta bu jarayonlar uzoq davom etib kelyapti. Marhamat. Albatta mana bugun boshlangan sammitga davlat rahbari Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikka bir necha yil oldin qadam qo'yganlar va alohida siz yuqorida aytgandek parlament hamkorlik qo'mitasiga bizni davlatdan ham parlament a'zolari a'zo bo'lib hisoblanamiz va bir necha yil davomida Yevropa davlatlariga o'sha katta yettilikka kiradigan Fransiya, Italiya, Germaniya va undan boshqa o'sha a'zo bo'lgan 27 ta davlatga bizni juda katta komandamiz, demak o'sha komissiya a'zolarimiz tashrif buyurganmiz, Eldorjon o'zlari ham borganlar va biz eng birinchi qilgan ishimiz u yerda ham parlament bilan, ham ularning hukumat, ham adolat nochorot tashkilotlar bilan uchrashib, yurtimizda olib borilayotgan o'sha konstitutsiyaviy islohotlar, davlat rahbari boshchiligida keng ko'lamli ko'p vektorli islohotlarni har bir yo'nalish bo'yicha o'sha inson qadri, inson huquqlari, buni ajralmas qismi xotin-qizlar va yoshlar bo'yicha qilinayotgan islohotlarni har bir mamlakatga borib, yuqorida aytganimdek komissiya a'zolariga yetkazganmiz va mana hozir aytilyapti kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim. Bu bitim boshlanganiga bir necha yil bo'ldi. 22-yil 30-iyunda bu bitim matni loyihasi tasdiqlash yakuniga yetkazilgan. Demak, undan oldin ham boshlangan bu bitim loyihasini ishlash va 2022-yil 6-iyulda bu hujjat parafirlandi va o'sha paytda aytilgan edi 25-yil o'sha bizning yurtimizda birinchi sammit bo'lib o'tirishi, qarang necha yillar tayyorlandik biz bu yuqori darajadagi sammitga. Va mana kutilgandek aynan shu sammit doirasida bu bitim imzolanadi va yana bir jihat, mana kecha o'sha Ursula von der Leyen xonim bergan intervyularni eshitganimizdan keyin Transkaspiy transport yo'lagini salohiyatini rivojlantiryapmiz va bunda Yevropa ittifoqining ham alohida o'rni bor. Avvalgi yillar Yevropa investitsiya banki bilan o'zaro anglashuv memorandumi imzolangan 500 million yevroga. Kecha aytayaptilar, aynan bu yo'nalish uchun 10 milliard yevro ajratamiz. Buni o'zi demak o'sha O'zbekistonga bildirilayotgan ishonch. Prezidentimiz aytdilarmi, o'sha ishni oxirigacha yetkazishlari, demak o'sha nafaqat
faqat mintaqada, butun o'sha Yevropa ittifoqida, dunyo hamjamiyatida bizni yurtimizda olib borayotgan o'sha prezident boshchiligidagi islohotlarga katta ishonchi natijasi deb bilaman. Rahmat Malika opa. Albatta ushbu sammit bo'yicha har bir ekspertning o'zining dunyo qarashi, pozitsiyasi juda keng va bu bo'yicha ma'lumotlarimiz davomli. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi suhbatimiz ishtirokchilari bilan yana bir bor tanishtirib o'taman. Demak, Oliy Majlis Senati a'zosi Malika Qodirxonova hamda Taraqqiyot strategiyasi markaziy ijrochi direktori Eldor Tulyakov bo'ldilar. Sizlarga bildirilgan fikr va mulohazalar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, bugun aynan Samarqandda Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi birinchi sammiti o'z ishini boshladi. Albatta, jarayonlarni O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi xodimlari voqea joyidan sizlarni xabardor qilib borishga harakat qiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa hozir sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.